Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, YouTube Instagram kuzatuvchilari. Xudo xolasa sizlarga ko'p bozorga qilganmiz. Novoslarda, tarozlari, narx-navolar, barakalar ko'rsatib beramiz. Bir donadan like bosib turinglar. Shu buqamizga 30 million so'm narx aytilyapti, 24 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.20 plyuslar bilan. Mana, ko'rishlar mumkin. Yigirma 1 million 100 ming so'mga baraka yo'qdi. Shu ko'chat buqamiz. Mana. Bo'ylari 1.20 plyuslar. 34 million so'm narx aytilyapti shu buqamizga, 28,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.30 plyuslar bilan qo'yilsa. Bu bozorda. Novosim necha yashar, to'g'ri? Necha kilo novosim, necha kilo? Shunda 3 yashar. 3 yasharda shuncha o'pdi. Semizligi. 30 million so'm narx aytilyapti, 27,5 million so'm savdosi bo'pti. Shu buqamizni. Mana bo'ylari 1.25 plyuslar bo'lsa. Taxminlarimiz. Estondan so'rganlar 30 million so'm narx aytilyapti shu ko'chat Eston buqamiz. 27 million so'm, 25 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari 15 plyuslar bilan. 25 million so'm narx aytilyapti shu buqamiz. Mana. Bo'ylari 1.20 plyuslar bilan. Ko'rishlar mumkin. Ko'chat buqa. 24 million so'm, 24 million so'm savdosi bo'ladi, 26 million so'm narx aytilyapti. Shu buqamiz. Mana. Bo'ylari 22 million so'm narx aytilyapti, 19,5 million so'm savdosi bo'lib shu buqamiz. Ko'chat. Bo'ylari plyus ustida. 23 million so'm savdosi bo'lyapti. To'palanchi bilak buqa kelyapti. 23 million so'm shuni. Ko'chat buqamiz savdosi bo'lyapti. Bo'ylari mana 1.5 plyuslar bilan xudo xolasa. Taxminimiz. 24 million so'mdan narx aytilyapti, 22 million so'mdan savdosi bo'lyapti. Ko'chat buqalarimiz. Bo'ylari 1.10 plyuslar bilan kelasini xudo xolasa. Mana. İşte ko'chat buqamiz bor. O'ttada. 24 million narx aytilyapti, 22 million so'm savdosi bo'lyapti. 93 241 11.90. 11.90 aloqasi ko'rasizlar. Shu buqamizni o'qtarayotgan ukalarimizga mana. So'ylar ham shunaqasida. Bo'ylari 1.25 plyuslar bilan xudo xolasa. Mana. Sizlarga 3 million 100 ming so'mga baraka yo'q shu qo'y. So'lami bu? So'lavidan.